Sizga shu millatni ertasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bo'lmasam, ana u jilpanglagan videolarni ko'rib yotavering. Juda asabim buzilyapti. Artist zotini juda erkalatib yubormayapmizmi? Artist zotiga juda tavallo qilib yubormayapmizmi? Chaqirib olib intervyu olayotganlar bizga bu artist zotini hayoti, etini, betini, ketini qildirgani, nech pulga uy olgani, nech pulga avtomashina olgani, boshqa artist bilan tortishib bir-birini g'iybat qilgani, fisq fasod, fisq fujur, nima ovqat yeyishi, nech pulga to'yga chiqishi, ketidagi ishtonini nech pulga olgani, shumi berayotgan savolingizni ahvoli. Bizga qiziq bo'lmasligi kerak bu narsalar. Hamma yoqni rasvosi chiqib ketdi. Do'stlar, biz aslida artist zotini emas, olimni, o'qituvchini, tadqiqotchini, injenerni, shifokorni, haqiqiy mutaxassisni ko'tarishimiz kerak. Chaqiring ularni ham, intervyu oling, ularni ham biz taniylik, bilaylik, bir ko'zga ko'rinsin. Ularni ham el yurt tanisin. Qachongacha artist zotiga tavallo qilamiz? Qachongacha artist zotini ko'kka ko'taramiz? Men eng achinganim, xalqni o'zi ularni ko'taradi. Xalqni o'zi ularni ko'klarga ko'tarib maqtaydi va ma'lum bir muddatdan keyin bir to'yga chaqirmoqchi bo'lsangiz, $5000 boraman, $10,000 boraman. Sal voha viloyat tomonlarini aytsangiz, yo'q, men $20,000 boraman u tomonlarga deb og'zini to'ldirib uyalmasdan aytadi. Mana o'zimiz ko'targan artistning ahvoli. Men hurmat qilaman. Xalq artistlari bor, xizmat ko'rsatgan artistlar bor, miyasi bor, ilmi bor, aqli bor, zakovati bor, gaplashsangiz bir ma'nili gapi bor. Gap bo'lish mumkin emas. Ularni biz doim qo'llab-quvvatlaymiz. Bunday san'atkorlar bizga kerak. Go'zal bir g'azallarni ijro qilishyapti. Go'zal bir g'azallar asosida qo'shiqlar yaratilyapti. Vatan haqida, millatni ulug'lab qo'shiqlar yaratishyapti. Gap bo'lish mumkin emas, lekin bugun maydalashib ketayotgan, o'zidan boshqa, nafsidan boshqa, kiyim kechagidan, minadigan mashinasidan, ovqatidan boshqa hech kimni o'ylamaydigan bir artist zotini biz ko'kka ko'tarib nimaga erishamiz, do'stlar? Hozir men ijtimoiy tarmoqda ikkita videolarni ko'rdim, asabim buzilib ketyapti. Yo'q, men u joyga bormayman, men faqat mana shu joyda xizmatlarda bo'laman, u joylar xuddi yovvoyi deganday qilib. Baraka topkurlar, yana takror aytaman, jamiyatda eng obro'li shaxs bu o'qituvchi bo'lishi kerak. Davlatimiz rahbari ham mana shuni bot-bot takrorlayaptilar. Lekin biz aylantirib kelib artistni, aylantirib kelib artist zotini ko'klarga ko'tarib